Qizlar, yuzimda nima o'zgarish sezyapsizlar? Yaqinroq olib kelaman. Bez filtr hech qanaqa effekt ishlatganim yo'q. Yuzimda mana sepkillerim ko'rinib turibdi. Ko'zlarim tagi qizarish, qorayishlarni ko'rib turibsizlar. Endi bu yuzimni ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Qani sepkillarim? Yo'q. Poralarimni ham yopib bergan. O'sha sizlarga maqtayotgan, sotayotgan CC krem. Mana bu tarafi posli, bu tarafi do. Hali video tahlab qo'yaman, yana podrobniy tushuntirib. Lekin buni qaranglar, qanaqa cho'tka qilib yotib berganini yuzimda. Hech qanaqa sponj, hech qanaqa SPF ga namlantiruvchi surtganim yo'q. Bitta o'zini surtganimda mana shunaqa effekt ko'ryapsizlarmi? Hatto yuzimda rangi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa rangga moslashib ketgan. Yuzimda rangi bir xil. Tomog'im bilan ham har xil bo'lib qolgani yo'q. Bir xil. Ko'chaga chiqasizlar-ku buni surtib. Hamma so'raydi. 100% masalaga javob beraman. Nima qilding, qanaqa o'qot qilding, yuzing nima bunaqa darajada tiniq bo'lib ketdi deb 100% so'raydi qizlar. Faqat bu CC kremni originalini olib ishlatsanglar, podelkasida umuman bunaqa effekt sezmaysizlar. Bu CC kremdan nalichida bor, lekin soni juda ham kam qolgan. Tezgina Telegramga yozinglar. Zakazlarni Telegramdan qabul qilaman.